Ertalabdan qaynonam hamma ishlaringizni bugun tez vaqtli bitirib qo'ying. Chunki bugun mehmondorchiligimiz bor, ishlaringizni qilib bo'lganingizdan keyin kiyinib tayyor bo'lib turing dedilar. Birinchi o'rinda zavtrakim uchun chiyani sutga aralashtirib qo'ydimda, keyin ko'cha hovlilarni tozalashga chiqib ketdim. Kimdir menga har kuni bir xil ish qilish joningizga tegmaydimi deb yozsa, yana kimdirlar aynan shu hovlidagi uborkalaringiz uchun sizni kuzatamiz deb yozishadi. Shunda o'zi kim aytganini qilish kerak, ochig'i ikkilanib qoldim. Xullas har xil narsalarni o'ylab ko'chalarni, hovlilarni bir pasda tozalab qo'yibman. Uborkalarni tugatib bo'lganimcha qornim ham ham och qolib ketgan edi. U vaqtga уже mani chiyam ham tayyor bo'lib turdi. Chiyani ustiga yogurt и malina qo'shdim-da, zavtrak qilib oldim. И ketidan vitaminlarimni ham ichib oldim. Keyin bo'lsa bolalarning zakaz bo'yicha pizza tayyorlashga tushib ketdik. Men doim pizzaga ikki xil sir ishlataman. Bittasi mozzarella sir va ikkinchisi pure milkini Samarqand siri. Hamma ishlarimni qilib olib endi kiymoqchi bo'lganimda bildimki, что meni xizmatga kiyish uchun normalniy kiyimim yo'q. Srazu Sarpobay Noza Gulnoz opamdan o'zimga kerakli bo'lgan dvoykalarni zakaz qilib oldim. Ulardan milliy dvoykalarni eng chiroyli assortimentda va eng arzon narxda topsanglar bo'ladi. Qaysi look eng ko'p yarashdi? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. И profillarni yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно obuna bo'lib qo'yinglar.